Butun dunyodagi musulmon yoshlarga islomiy bilimlar beradigan ta'lim dargohi. 100% tekin grant asosidagi o'qish. Har oy talaba sarf xarajatlari uchun $400 stipendiya. Barcha sharoitlarga ega bepul yotoqxona bilan ta'minlaydigan. Arab tilini bilmaydiganlar ham topshirish mumkin bo'lgan Al-Qosimiya universiteti haqida gaplashamiz. Al-Qosimiya universiteti 2013-yilda tashkil qilingan. Bu universitet xususiy universitet emas, balki amirlik darajasidagi ochilgan rasmiy universitet hisoblanadi. Universitet Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja shahrida joylashgan. Kampuslar zamonaviy islomiy me'morchilik bilan hozirgi zamonaviy dizayn birlashgan holatda qurilgan. Universitet o'z ichiga asosiy bino, universitet boshqaruv binosi, fakultetlar binosi, katta masjid, kutubxona, sport maydonchalari, talabalar uchun shinam yotoqxona va ovqatlanish uchun oshxona va magazinlardan tashkil topgan. Talabalar ilm olish uchun barcha sharoitlar tayyorlab qo'yilgan. Al-Qosimiya universiteti faqat diplom berishni emas, balki ilm, axloq va madaniyatni birlashtirgan yetuk mutaxassislarni yetishtirishni o'z oldiga maqsad qilgan. Bu yerda ta'lim olayotgan talabalar nafaqat bilim oladi, balki muloqot madaniyati, tadqiqot ko'nikmalari va jamiyat oldidagi mas'uliyatni ham o'rganadi. Al-Qosimiya universiteti turli davlatlardan kelgan talabalarni qabul qilib, xalqaro ilmiy muhitni yaratishga alohida e'tibor qaratadi. Shuningdek, universitetning muhim maqsadlaridan biri ilmli, axloqli va jamiyatga foydali mutaxassislarni yetishtirishdir. Bu universitet chet elda grant yutishni xohlagan talabalar uchun imkoniyat hisoblanadi. Bu grant talabaning deyarli barcha ehtiyojlarini qoplaydigan to'liq grant hisoblanadi. Ya'ni siz universitetga hech qanday pul to'lamaysiz. Avvalo sizga talaba vizasi rasmiylashtirib beriladi va aviachipta bepul taqdim etiladi. Ya'ni samolyot bileti uchun o'zingiz pul sarflamaysiz. Keyingi muhim jihat, har oy $400 stipendiya beriladi. Bu mablag' ovqat, transport va kundalik xarajatlar uchun yetarli bo'lib, har oy muntazam to'lanadi. Shuningdek, grant asosida to'liq tibbiy sug'urta ham mavjud. Sog'liq bilan bog'liq masalalarda yolg'iz qolmaysiz. Talaba universitetning bepul yotoqxonasida yashaydi. Sharoitlari qulay va xavfsiz. Ijara yoki kommunal to'lovlar haqida o'ylashga hojat yo'q. Bundan tashqari, talabalarga Sharja va Birlashgan Arab Amirliklarining boshqa shaharlaridagi tarixiy va madaniy joylarga sayohatlar ham tashkil etiladi. Bu esa bilim bilan birga qimmatli hayotiy tajriba beradi. Universitetda bir nechta fakultetlar mavjud bo'lib, bular Islom shariat va usulul fiqh, tafsir va Qur'on ilmlari, arab tili filologiyasi, islom tarixi va sivilizatsiyasi, qiroatlar yo'nalishi, jurnalistika hamda iqtisodiyot yo'nalishlari mavjud. Universitet hujjat topshiruvchilarga qo'ygan talablari, shartlari haqida gaplashadigan bo'lsak, abituriyent maktabni tugatgan bo'lishi kerak. Yosh masalasida esa 16 yoshdan kichik bo'lmasligi va 20 yoshdan oshmagan bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, attestat olganiga 2 yildan oshmagan bo'lishi lozim. Bundan tashqari, abituriyent ilgari hech qaysi universitetdan chetlatilmagan bo'lishligi kerak. Al-Qosimiya universitetida barcha darsliklar arab tilida bo'lganligi uchun universitetga kelgach talaba birinchi navbatda arab tili kursiga yuboriladi. Arab tili kursini tamomlagach, keyin asosiy o'qishni davom ettiradi. Faqat iqtisodiyot yo'nalishi uchun ingliz tili talab qilinadi va sizdan hujjat topshirishda IELTS talab qilinadi. Hujjat topshirib qabul qilingan talabalar intervyu qilinadi. Unda oddiy savollar beriladi. Intervyuning maqsadi abituriyent bilan yaqindan tanishish. Va nihoyat yana bir muhim jihat,
Universitetga ayollar ham, erkaklar ham birdek hujjat topshirishlari mumkin. Al-Qosimiya universitetiga hujjat topshirish jarayoni onlayn tarzda amalga oshiriladi. Barcha zarur hujjatlarni to'plab, universitet saytiga yuklash kerak bo'ladi. Hujjatlar tekshirilib, tanlangan nomzodlar grant yutgan hisoblanadi. Biz Jazira Edu jamoasi sizga ushbu jarayonda to'liq yordam ko'rsatamiz. Hujjatlarni tayyorlashdan tortib, sayt orqali topshirishgacha bo'lgan barcha ishlarni biz amalga oshiramiz. Buning uchun pastda Telegram manzilimizga yozib, hujjatlaringizni yuborib berishingiz kerak bo'ladi. Hozir pastda qoldirilgan Telegram manzilimizga o'tib, kerakli hujjatlar ro'yxatini olishingiz mumkin. Savollaringizni izohlarda yozib qoldiring.